alaykum. Kitob tumani yomg'irlab sug'orish uskunalarini mana o'rnatgandik. 36 metrlik springlar. G'allani bu yerda boshqa qancha kirgan. Mana sprinkler. Madin Turkiya. Ko'rbe. Bu springning afzallik tomoni mana nimalari uchlari katta-katta. Hech narsa tiqilib ham qolmaydi. Va yaxshi tepadi. Soatiga 3 tonnadan 7 tonnagacha suv sepadi. Har bitta sprinkler. Bu degani maksimal darajaga 2 soatga yerni. Bitta sprinkler o'zini radiusini 36 metr radiusini 2 soatga qolmay namlab yaxshi sug'orish jarayonigacha yetib qo'yadi.